Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aka-ukalar. Navbatdagi Cobalt mashinamizni olib keldik. E'tibor beringlar, salonlari titilib ketgan, lekin airbag o'tmagan, torpedkalarni sindirib olgan. Salon holatlari tugagan. Bu yog'iga o'tadigan bo'lsak, immindan udar faqat mana shu joyidan bo'lgan. Kattaroq mashina kelib urgan payti mana shu joyini g'ijim qilib yuborgan, eshiklarni yirtib yuborgan akalar, e'tibor beringlar. Hadovigan udar bo'lgan, motor korobkasiga hech narsa qilmagan. Laboylarni ham qaranglar akalar. Bir narsalar qilib tashlagan, tomlari ezilib yotibdi, stoykalari, oldi kaputlari pachoq, bamperlarni yulib olgan, motor korobkalariga hech narsa qilmagan ekan. Mashinamiz o'ng tomondan urilgandan keyin chap tomonga og'anatib borgan. E'tibor beringlar, bu yonlari ham sidirilib ketgan, stoykalarda ham ishlari bor, bu yoqlari ham bir narsalar bo'lib yotibdi. Bu mashinamiz yili 2020-yil 76 ming yurgan avtomat Cobalt akalar. Xuddi shu ko'rgan mashinalarni mana shu holatida sotib olganmiz. Butun O'zbekiston bo'ylab shunaqa mashinalar olamiz. Bizga murojaat qilaverasizlar. Pastda telefon nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqasizlar. Agar bizga avariyni mashina topib bersanglar, $100 dan $200 gacha sovg'amiz bor akalar. Joninglar sog' bo'lsin, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.